Xo'p, kommentariyalarni tekshirib chiqdim. Demak, hammasi joyida. Plyus yuborgansizlar. Yangi qo'shilganlarga yana bir bor xayrli kech. Agar kunduz eshitayotgan bo'lsangiz, xayrli kun. Yaxshi kayfiyat tilab qolaman hammanglarga va efirni boshlaymiz. Demak, hammaga yaxshi eshitilyapti. Agar mabodo gapirayotganda qaysidir joyda, uzilish bo'lsa yoki past eshitilsa, обязательно kommentariyaga kirib, minus yuboring. Yoki yozvoring. Man kommentariyga qarab turishga harakat qilaman gapirish davomida. Hop. Demak, bugungi efirimiz aralash mavzularda bo'ladi. Savolinglarni o'qib chiqdim. Hammasiga ulgurmadim-u, lekin yarmigacha o'qib chiqdim. Judayam ko'p savol yozgansizlar. Va umumiy qismidan olib, bo'lib gapiraman. Ha, demak, nimadan boshlaymiz? Birinchi boshlaydigan mavzuyimiz bu, mani bitta savol e'tiborimni tortdi. Tushlar haqida so'ralgan ekan, va tushlar bo'yicha ko'p marotaba murojaat kelgan. Har safar man bu narsani o'tkazib yuborardim. Bu mavzuga hech, bu mavzuda so'z ochmaganman va bugun, qisqacha shundan boshlaymiz darsimizni. Demak, men bugun sizga tushingizni, to'g'ri ta'bir qilishni o'rgataman, ko'rayotgan tushlaringizni. Tu tushlarimizni to'g'ri ta'bir qilish uchun, ishni nimadan boshlashimiz kerak? Avvalambor, mm, biz nima uchun, ta'birlar to'g'ri chiqishi, nima uchun noto'g'ri chiqishi va umuman biz qayerdan bilamiz bu narsalarni ta'bir qilishida? Chunki taxminan bilasiz-ku. Aaa, shularni bir ko'rib chiqamiz. Demak, mana hozir necha yoshga yetgan bo'lsangiz ham, ulg'aygan insonsiz, ya'ni yosh bola emassiz. Chunki efirda baribir, ulg'aygan, kamida balog'atga yetgan insonlar o'tiribdi. Demak, siz shu yoshingizgacha eslab ko'ring, baribir tush ta'biri bo'yicha, nimadirlar eshitib katta bo'lgansiz. Ya'ni, nima tush ko'rsangiz, bu nimadan darak berishi, nimadan belgi berishi haqida sizga kichkinaligingizdan ota-onangiz yoki yaqinlaringiz yoki tanishlaringiz yoki atrofingizdagilar buni sizga o'rgatib kelishgan. Hammasini bo'lmasa ham. Misol uchun, tushingda, a, nima deyishadi? Ilon ko'rsang, bu dushman bo'ladi. Yoki tushingda kuchuk, qopsa, tishlab olsa, demak, sani dushmaning do'sting, dushmanlik qiladi senga. Yoki shunga o'xshash, ya'ni nimadir tush ko'rsangiz, o'shani, sizga yaqinlaringiz, ta'birini aytib kelishgan. To'g'rimi? Yoki umuman bunaqa narsa eshitmagan insonlar bormi ichinglarda? Shunchaki mana biz o'zbekmiz va o'zbek mentalitetidan kelib chiqib gapiryapman. Baribir, bu narsani kichkinaligimizdan shu yoshgacha eshitib katta bo'lganmiz-da, yaqinlarimiz orqali. Yoki kimdir kimgadir aytib berayotganini eshitganmiz yoki bizga ota-onamiz aytganini eshitib shunaqa katta bo'lganmiz. Shuning uchun har doim tushimizni ta'biriga qiziqamiz. Nima uchun shunaqa tush ko'rganimizga. Bitta kommentariy ko'ring. Так. Mana to'g'ri deb yozilgan. Chunki bu bizni mentalitetimiz, qadriyatlarimiz deymizmi, qadriyatlarimizdan kelib chiqib, umumiy qilib olib qaraganimizda baribir, eshitmadim degan odam yo'q-da. Baribir nimadir eshitib katta bo'lgansiz. Shuning uchun har doim siz qidirasiz, birorta, antiqaroq yoki noodatiy tush ko'rsangiz, unga javob qidirishni boshlaysiz. Ha, tushlarni shuning uchun ta'bir qilish aslida o'sha ildizga borib taqaladi. Ya'ni, siz kichkinaligingizdan hozirgacha, nima ko'rsangiz nima bo'lishini bilib ulg'aydingiz va o'sha narsalar bundan keyingi tushlaringizga ta'sir qilib turadi. Bundan keyingi sizni ongingizdagi ustanovkalaringizga
Ustanovkalaringiz orqali, o'sha tushingizni ta'biriga ta'sir qilib turadi. Ya'ni, siz agar kichkinaligingizda o'sha boyagi aytganimdek, sizga ilon yoki kuchuk tishlasa sani, bu qaysidir do'sting senga dushmanlik qiladi degan ta'birni eshitgan bo'lsangiz kichkinaligingizda va hozir ham tushingizda mana ulg'ayganingizdan keyin ham tushingizda sizni kuchuk tishlab olsa, demak ta'biri xuddi shunaqa bo'ladi. Chunki bu ustanovka. Sizga shu programma miyangizga уже o'rnatilgan. Ya'ni, jamiki shu paytgacha o'rgangan narsalaringizni hammasi, ya'ni eshitgan narsalaringiz hammasi xuddi shunga darak beradi, belgi beradi. Bilganlaringiz. Bilmaganlaringiz endi tashxis qilishni o'rgataman. Lekin bilganlaringizni hammasi xuddi shunaqa bo'lib, sizni tushingizda belgi beradi. Chunki u ustanovka aniq turibdi-da, ongingizda bor u programmacha. Har doim sizga nimadandir ongingiz belgi bermoqchi bo'lsa, o'sha sizda bor programmalar orqali o'sha belgini tushingizda beradi sizga. Shuning uchun masalan biror bir tushni ko'rdingiz va javobini agar o'zingiz bilsangiz uni, ikkilanmang. O'sha javob to'g'ri. Ikkilanib boshqalardan so'rashingiz shart emas. O'sha siz bilgan javob siz uchun to'g'ri. Boshqa uchun noto'g'ri bo'lsa ham aynan siz uchun xuddi shunaqa tartibda to'g'ri. Chunki sizga shunaqa programmalashtirilgan u narsa. Sizni o'zingiz ongingizdagi narsa belgi beradi. Tashqaridagi boshqa odam ongidagi narsa emas. Shuning uchun birovdan javob izlash kerak emas. Hammamiz ustanovkamiz har xil, hammaga har xil ustanovka bilan aytishgan, qaysi tushda nima ko'rish, qanaqa ta'bir berishini. Tushundingiz-a? Biladigan narsangiz tushingizga kirsa, bu xuddi o'shanaqa bilgan narsangiz bo'yicha belgi bo'ladi. Tashqaridan javob qidirish shart emas unga. Xo'p, endi keyingilari. Endi o'zingiz qanaqa qilib, masalan, xo'p, biladiganlaringiz bor, bilmaydiganlaringiz bor. Yangi narsalarni qanaqa qilib belgi sifatida ko'rishingiz mumkin. Endi shularni, ta'bir qilishni o'rgataman. Misol uchun, deylik, tushingizda tak, mana, misol uchun tushingizda prezidentni ko'rdingiz deylik. Qaynatam aksir suratilar. Yaxshi buyam birdan belgi. Har doim hamma narsa belgida men uchun hayotda. Hech narsa bekorga, bejizga bo'lmaydi. Va tushingizda mana deylik, prezidentni ko'rdingiz deylik. Prezidentni tushda ko'rsa nima bo'ladi? Agar javobingiz yo'q bo'lsa deyapman. Agar siz allaqachon uni tush ta'biridan o'qib, nima uchun nimaligini bilsangiz, bundan keyingi hamma ko'rgan tushlaringizdagi bu ta'bir to'g'ri. Chunki bittada qilgan ustanovkangiz butun hayotingizga ishlaydida. Agar, bilmasangiz javobini, endi eshitayotgan bo'lsangiz, unda o'zingizdagi assotsiatsiya orqali ta'bir berasiz. Misol uchun, prezident mana oddiy hayotda prezident sizda qanaqa tuyg'u uyg'otadi? Ya'ni salbiymi, qo'rquv tuyg'usi, ya'ni prezidentni eslasangiz qo'rqasizmi yoki deylik ijobiy tuyg'u bo'ladimi, yoqimli tuyg'u bo'ladimi? Deylik yoki prezident deganda, a, bilish uchun prosta ko'zingizni yumib his qilsangiz ham bo'ladi. Qanaqadir bir hurmatli bir, sizni bir nima deydi, baribir siz uni xalqsiz-ku, agar uchrab qolsangiz sizga alohida e'tibor ko'rsatib gaplashadi-ku baribir. O'sha bir hurmat, sizga nisbatan qilinadigan bir e'tirof deymizmi, sizni bir ko'kka ko'tarishmi yoki qandaydir bir yutuqqa erishishmi, ya'ni chunki prezident bilan ko'rishish ham yutuqqa erishganda his qiladigan tuyg'uni beradida odamga. Endi bilmadim, men shunaqa deb o'ylayman, endi sizda boshqachadir balkim. Misol uchun, agar siz prezident bilan uchrashib qolsangiz, salomlashsangiz, bu narsa xuddi qaysidir bir ishingizda muvaffaqiyatga erishganingizdagi tuyg'uga o'xshash bo'ladi bu tuyg'u. Hech narsa sizga hech narsa erishmadi, shunchaki prezident bilan ko'rishdingiz, lekin shu hissiyotni o'zi, o'sha qaysidir ishda, nimadir ijobiy, yutuq olasiz-ku yoki nimadir ijobiy holat sodir bo'ladi. O'sha tuyg'u bilan o'xshash bo'ladida bir-biriga va
Sizda ham xuddi shunaqa assotsiatsiya sodir bo'layotgan bo'lsa, ya'ni, deylik, tasvirda, o'xshash tasvir, hissiyotli. Demak, o'sha ta'bir, o'sha hissiyotingiz bo'yicha ta'bir qilasiz. Ta'biri shunaqa bo'ladi. Misol uchun, boyagi aytgandek, agar prezident deganda qo'rquv his qilsangiz, demak, bu joyda, prezident nima? Tepada, eng yuqorida hokimiyat. Hokimiyat bilan bog'liq hokimiyat yuqori bilan bog'liq sizda qandaydir muammo sodir bo'ladi degani bo'ladi. Shundan ehtiyot bo'lishingiz kerakligini tushingizda o'zingizga o'zingiz belgi berayotgan bo'lasiz. Agar siz qo'rqsangiz. Agar deylik siz boyagi aytganimdek bir yoqimli, ijobiy, bir motivatsionniy tuyg'ular his qilayotgan bo'lsangiz, demak prezident siz tushingizga kirsa, demak, a, bu aynan bitta bizni O'zbekistonimiz prezidenti emas, man umuman yerdagi barcha prezidentlarni nazarda tutyapman. Har qanday prezident ya'ni sizda nima tuyg'u uyg'onadi, shu bo'yicha deyapman. Va deylik, o'sha sizda agar ijobiy tuyg'ular, o'sha boyagi ishingizda muvaffaqiyatga erishgan shunaqa hissiyotlar bersa, demak sizda, a, yaqin kunlarda, ishingiz bilan bog'liq qandaydir ijobiy o'zgarish bo'ladi, o'sish bo'ladi karyerangizda yoki shu nimadir muvaffaqiyatdan darak berayotgan bo'ladi. Tushunyapsiz-a? Ya'ni har qanday tushingizga kirayotgan narsani assotsiatsiya orqali ta'bir qilasiz. A, deylik, tak, assotsiatsiya orqali ta'bir qilasiz debman, yo'q, hissiyotingiz bilan ta'bir qilasiz. Misol uchun hissiyot bilan ta'bir qilish deganda yanayam sizga aniqroq tushuntirish uchun, keling yana bir marta takrorlab ko'ramiz. Oldin ham bitta darsimda gaplashgandik bu bo'yicha. Ko'zingizni yuming-da, chuqur nafas olib chiqaring. Ko'z oldingizga, butun bir kenglik, bog', bir gullarga, deylik, lola qizg'aldoqlarga to'lib yotgan bir katta kenglik, adirlarni tasavvur qiling. Ya'ni tog'larni bag'ridasiz. Lolalar qip-qizil bo'lib, lola qizg'aldoqlar atrofingizda o'sib yotibdi. Chiroyli bo'lib gullar. Gullarni ichida ularni tomosha qilib yuribsiz. Ularga qo'lingizni tekkizib his qiling atrofda. Shu gullarni ichidan kattakon ilon chiqib qoldi oldingizdan. Ilon, kobra ilon. Sizga qarab zahrini sochmoqchi bo'lib turibdi. Sizga hujum qilmoqchi bo'lib turibdi. Bo'ldi, endi bo'ldi, ko'zinglarni ochishinglar mumkin. A, endi mana e'tibor bering. Xo'p, ko'zingizni yumganingizda lolalarni tog'da, o'zingizni o'sha joyda tasavvur qilib, his qilganingizda qanaqa hissiyot bo'ldi va, a, ilonni ko'rganingizda keyin qanaqa hissiyot bo'ldi? Qisqa yozing, bo'ldi. Uzoq tushuntirib yozishingiz shart emas. Vot mana. Ilonni ko'rganda qo'rquv his qildingiz, to'g'rimi? Yozibsiz. Qo'rqdim, qo'rquv deb yozilgan. Ya'ni siz o'sha gullarni bag'rida, a, yaxshi ijobiy hissiyot bo'ldi. Ilon chiqib qolganda sizda qo'rquv hissiyoti bo'ldi. Ko'zingizni yumib prosta tasavvur qilib turganingizda siz hali tush ko'rayotganingiz yo'q. Shunchaki tasavvur qilib turganingizni o'zida siz ko'ryapsizmi, qanaqa, emotsiya bilan siz bilan o'sha narsa siz bilan qanaqa emotsiyani aks ettirishini. Endi mana, tushingizni ta'biri ham xuddi shunaqa narsa. O'sha narsa sizda mana hayotda nima bilan assotsiatsiya qilsa, shu ta'biri bo'ladi. Shu bilan ta'bir qilasiz tushingizni. Misol uchun, bir xilla mushuk deganda mushukdan qo'rqadi. Mushukdan qo'rqadiganlar bor.
Endi kamdan kam uchraydi menimcha, lekin bor mushukdan qo'rqadiganlar va ular tushida mushuk ko'rsa, ularga, salbiy belgi berayotgan bo'ladi. Ya'ni mushuk o'sha qo'rquv bilan bog'liq mushuk nima qiladi? O'shani funksiyasidan kelib chiqib salbiy, aaa, belgi berayotgan bo'ladi. Lekin mushuk kimgadir ijobiylik, ya'ni ko'pchilik mushuk yaxshi ko'rsa, misol uchun mani o'zim ham mushuk yaxshi ko'raman. Agar mushuk tushimizga kirsa, bu ijobiylik bilan belgi bo'ladi bizga. Chunki biz mushukni yoqtiramiz. Ming tush ta'biri kitobida mushuk bu, yomon yoki salbiy qandaydir, ta'birlar yozilgan bo'lsayam, lekin mushuk bilan bizda assotsiatsiyamiz ijobiy hissiyot bo'lsa, bizga a, ijobiylik bilan belgi berayotgan bo'ladi podsoznaniyamiz. Yana, bitta misol keltiraman. Misol uchun, manda, qarindoshlarimdan yoki yaqinlarimdan kimdir olamdan o'tayotgan bo'lsa yoki, Aa, o'tmoqchi bo'lsa, mani tushimga xom go'sht kiradi. Pishmagan go'sht bo'ladi-ku, o'shanaqa xom go'shtni tushimda ko'raman. Xom go'sht tushimda ko'rganimda man bilaman, demak kimdir man taniydiganlarni ichidan, mani qarindoshlarimni ichidan kimdir olamdan o'tmoqchiligidan belgi bo'layotganini ko'raman va o'sha xom go'shtni deylik, bilan kim manga ko'rinsa tushimda, o'sha odam bilan, o'shani oilasi bilan, ya'ni qaysi qarindoshimligigacha manga belgi keladi. Misol uchun, bir marta tushimda, a, eng katta xolamni, bizni uyimizga katta tog'oralar bo'ladi-ku, katta bunaqa temirli. O'shanaqa tog'orada to'la xom go'sht ko'tarib kelganlarini ko'rganman tushimda. To'la xom go'sht ko'tarib kelganlarda eshikdan, "Mana sizlarga olib keldim, o'zinglar biror narsa pishirib yersizlar" deb berganlar. Va tushimdan, a, 1 hafta o'tgandan keyin, ya'ni man уже u yoqda yashamayman, lekin ular bilan deylik bordi-keldi, gaplashib aloqam ham yo'q, lekin manga shunaqa xabar kelgan. Man o'sha hisoblab chiqqanimda rovno 1 haftadan keyin shu xabar kelgan qo'ng'iroq qilib. Onam aytganlar, o'sha eng katta xolamni turmush o'rtoqlari olamdan o'tgan. Olamdan o'tib qolgan. Va man sanab chiqqanimda o'sha 7 kun, rovno 7 kunga to'g'ri kelgan. Ya'ni man tushimda xom go'sht ko'rsam, обязательно bilaman, mana shu kimdir olamdan o'tmoqchiligini yoki olamdan o'tganini bilaman. Qarindoshlar yoki o'sha atrofimda yaqinlarimdan. Va o'sha masalan xolam, o'sha oiladan kelib chiqib, man kimdir olamdan o'tishi mumkinligini, manga belgi bo'lgan. Ya'ni misol uchun, aynan o'sha xolamni turmush o'rtog'i olib kelmagan, lekin xolam olib kelgan. Man bilishim mumkin, o'sha xolamni oilasidan kimdir ketayotganini manda belgi bo'lgan. Lekin bunaqa narsalarni man, bilganim bilan, bilib turganim bilan hech qachon aytmayman. Agar sizdayam shu yaqinlaringiz bilan bog'liq sezadigan bo'lsangiz ham aytmang hech qachon, mumkin emas. Salbiy narsalarni aytish, ogohlantirish mumkin emas. O'zingizni miyangizni o'zgartiring, bo'ldi. Keyin, hop, hozir bitta kommentariyalarni ko'rib chiqay. Tak, mana kimdir yozibdi, "Manda tushimda olma to'kilsa, kimdir o'lib qoladi" debdilar. Вот bularda mana olma to'kilarkan. Manda xom go'sht ko'raman. Ya'ni hammamizda har xilda, har xil keladi hammamizda. Shuning uchun buni, o'zimizdan kelib chiqib ta'bir qilishimiz kerak har doim tushimizni. Birovnikidan so'rab, birovniki bilan solishtirib emas. Bizni o'zimizdan kelib chiqib ta'bir qilamiz. Xo'p, insonni tishi tushib qolsa, tushida kimdir o'ladi deydi onam debdilar. Вот, sizda agar tushingizda, tishingiz tushib qolsa yo kimnidir tishi to'kilganini ko'rsangiz, demak kimdir o'lishidan belgi bo'ladi. Demak, sizda shunaqa. Masalan, manda unaqa emasda. Deylik, tish bo'yicha man o'sha tush ta'birlari kitobida o'qiganimda, tish agar
to'kilib ketsa yoki tushidada tish bilan bog'liq o'sha nimadirlar bo'lsa tushida, bu nochorlikka, pulsizlikka, pul bilan bog'liq o'sha ovqat bilan bog'liq qandaydir qiyinchiliklar, kambag'allikka belgi bo'ladi. Chunki tushda shunaqa, chunki tish nimaga qo'yilgan, manimcha, hammasi o'sha, assotsiatsiyadan kelib chiqib deyapman-ku. Ya'ni tish yeyishga xizmat qiladi o'sha ovqatlarni va haqiqatlarga ham. Haqiqatlar ham bu kalsiyda. Kalsiy, siylar, hamma narsa haqiqatlar. Haqiqatingiz qancha parchalanishni boshlasa, bu narsalarga ta'sir qilishni boshlaydi. Demak, deylik o'sha tish nochorlik olib kelsa, demak, tish to'kilsa yoki, stomatologga borsa odam tushida, demak, man o'sha o'qiganim bo'yicha, shunaqa nochorlikka, shunaqa narsaga belgi berayotgan bo'ladi. Shundan odam o'zini keyin страховка qilsa bo'ladi. Hop. Bilmagan narsangizni birinchi eshitsangiz, o'sha narsa sizda o'sha programma bo'lib qoladi. Shu bo'yicha ketadi sizni tushingizni ta'birlari. Hop, keyin mana yerda kimdir yozgan, "Haq tush deyiladi bu" deb. Tushlarniyam har xil turi bor. Birdaniga biz hamma tushimiz o'ngidan kelarkan deb yopishib qolmaylik. Har xil tush bor. Haq tush bor, yolg'on tush bor. Misol uchun, agar, haq tush bu o'sha ko'rgan narsamiz, haqiqatdan rost bo'lib chiqishi bo'ladigan bo'lsa, ko'p tushlarimizni asosi, lekin, umuman shunchaki, ong o'ziga o'zi o'sha hayotdagi muammolarni yoki hayotdagi vaziyatlarni, miyasida ishlashi ham bo'ladi. Ya'ni yolg'on tushlar ham ko'proq qismni tashkil qiladi. Hammamiz har xilmiz. A, man lekin yolg'on tush deyarli ko'rmayman-da. Misol uchun, agar kimdir yolg'on tush, baribir 90% aholini olib qarasak, ko'pchilik yolg'on tush ko'radi-da. 90% tushingiz o'ngidan kelmaydigan tushlar. Lekin manda unaqa narsa yo'q. Man o'zimni, deylik, o'sha tashxis qilib chiqqanlarim bo'yicha har doim ko'rgan tushim nimadirdan belgi bo'ladi. Man o'shanga qarab o'zimni страховка qilaman. Man o'ylayman, bu nimaga shunaqa? Shunaqa deb o'ylayman, qanchalik siz rost yashasangiz, qancha kam yolg'on gapirsangiz, qancha, haqiqat bilan yashasangiz qiyin bu narsa, to'g'rimi? Kimgadir aldamasdan chestni yashash qiyinroqda. Oila a'zolarimiz bilan misol uchun tushunmasligi, qabul qilmaydigan holatlar bo'lishi mumkin. Yolg'on gapirishga to'g'ri keladigan holatlar bo'lishi mumkin. Qiyin narsa. Lekin siz o'sha qiyinchilikga ko'zingiz bilan qo'rquvlaringizga tikka qarab, yolg'onni hayotingizdan chiqarib tashlab, yolg'onsiz yashay olsangiz, endi bu mani shaxsiy fikrim, mani tajribamdan kelib chiqib aytyapman, balkim boshqalarda boshqachadir. Qancha rostgo'ylik bilan yashasangiz, tushlaringiz ham shuncha haqiqiy bo'ladi. Qancha siz hayotda o'zingizni aldab yashasangiz, yolg'on ko'p gapirsangiz, tushlaringiz ham ko'proq yolg'on bo'ladi. Ya'ni haq tush bo'lmaydi. Shu narsa ham ta'sir qiladi deb o'ylayman. Undan tashqari, nima yolg'on tushlar, yana boshqa tushlardan nimasi bor? Nima, qanaqa bo'ladi u? Nima uchun? Tak, masalan, bizni hayotda, kundalik hayotimizda bizni xavotirga solayotgan yoki biz har kuni o'ylaydigan biror bir muammoyimiz yoki vaziyatimiz bor bo'lsa, hadeb o'ylaverganingizdan keyin uxlaganingizda bu narsa tushingizga ham kirib chiqadi. Shuning uchun bu narsa aslida, bundan ta'bir qidirish shart emas. Chunki siz kun davomida o'ylagan narsangiz shunchaki uxlaganingizda ham miyangiz o'sha narsani o'ylayapti. Miya, chunki siz uxlaganingiz bilan miyangiz o'chmaydi. Miyangiz uxlamaydi. U davom etadi. Yana narsalar yaratishda, yana ishlashda davom etaveradi. Shuning uchun, bu narsa, Mmm, deylik, o'sha agar sizga bu oddiy narsa-chi, masalan, kinodan hamda. Kinoda biror bir kino ko'rib uxlasangiz, o'sha kinodagi nimadir tushingizga kirib chiqadi. Yoki nimanidir eshitib, qandaydir yangilikmi, bir noxush hodisanimi eshitib uxlasangiz, shu narsa bir boshqacharoq tarzda yoki xuddi o'shanaqa bo'lib tushingizga kirib chiqib, uyg'onasizda, keyin, xuddi haqiqiy bo'lgandek, o'zingizga kelolmay o'tirasiz.
Bunaqa narsalar o'zi sizga qattiq ta'sir qilgan, shuning uchun tushingizda yana переживать, yana tushingizda ham yashab berayotganingizni bildiradi. Chunki mana miyamiz bu hayotda, javob topolmasa savoliga, o'sha muammosiga yechim topolmasa, vaziyatini hal qilolmasa, miya ishlayveradida, yo'l qidiradida chiqish uchun va o'sha uxlayotganingizda yashaydi. O'shanda yana qaytadan yashaydida o'sha vaziyatda, o'sha muammoni ichida yana yashaydida, yechim qidiradi. Muammoga yechim qidiradi. Shuning uchun aytaman, uxlashingizdan oldin agar sizda qandaydir vaziyatingiz bo'lsa, yecholmayotgan vaziyatingiz bo'lsa, qandaydir bir savolingiz bo'lsa, javob olmoqchi bo'lsangiz, qog'ozchaga yozingda, uxlashdan oldin yozib, yostig'ingiz tagiga o'sha yozganingiz varaqchangizni qo'yib yoki yoniga, deylik, o'sha yotadigan joyingizga, tumbuchkangizga ham qo'yib uxlang, va tushingizda sizga javob keladi. Javobini tushingizda belgi bo'lib, javobini olasiz. Chunki bizni miyamiz, shunaqangi kuchli yaratilganki, uxlaganimizdayam u tinchimaydi. Bizga har doim javoblar qidiradi. Ya'ni biz o'zimizga o'zimiz har doim yechim qidiramiz. Tushimizda yana qaytadan yashab o'tamiz. Mana real hayotdagi vaziyatlarimizni. Hop, tak, mana aytibdilar yana kimdir, man ertalab tongga yaqin tush ko'rsam o'ngdan keladi debdilar. Demak, ho'p, mana shundan bilasiz, har doim tongga yaqin ko'rgan tushingiz o'ngidan keladi. Yana kimda shunaqa bo'lsa, demak shu to'g'ri. Lekin kimdadir bu narsa ishlamasligi mumkin. Tongga yaqin, a, zo'r tush ko'rsa ham bu narsa amalga oshmasligi mumkin. Chunki u narsani o'zida kuzatmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'zinglarni kuzatinglar. Tush ko'rganinglardan keyin hayotinglarni kuzatinglar. Bu tush qanchalik aks etdi yoki aks etmadi. Shunga qarab, keyingi safar shunga o'xshash tushlar ko'rganingizda o'zingiz ta'bir qila oladigan darajaga yetasiz. Sizga umuman kitob ham, tashqaridan hech qanaqa javob ham, boshqa odamdan javob ham kerak bo'lmaydi. O'zingiz bemalol, a, analiz qila olasiz. Qancha ko'p o'zingizdan izlansangiz, o'zingizni o'rgansangiz. Tak, mana aytibdilar. Katta itlar quvlasachi nazar tegishi deb eshitganman debdilar Guli. Demak, Guli, bu narsa aynan sizda shunaqa, ya'ni agar sizni tushingizda kuchuklar, itlar quvsa, demak sizga, kimnidir nazari tekkanini belgi berayotgan bo'ladi. Va nazar tekkan bo'lsa nima qilish kerak? Shuni chorasini keyin ko'rishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni tush ko'rgandan keyin bo'ldi deb, ko'rdim shunaqa belgi ekan deb emas, uni o'sha, bartaraf qilish uchun nimadir harakatni amalga oshiring. O'shanda bu narsa bo'lmaydi, agar salbiy tushlar bo'lsa-da. Misol uchun yana bitta narsa misol keltiraman. Ko'pchiliginglar eshitgansizlar, yalang'och chaqaloqchani tushingizda ko'rsangiz, mana chaqaloq kiyimchalari yo'q-da, yalang'och holatda ko'rsangiz, gap-so'zdan belgi bo'ladi. Ya'ni sizni demak juda qattiq, odamlar gap-so'z qilib, gap qilib tarqatib yuborib, nimadir siz haqingizda gap-so'zlar chiqib ketishi yoki bo'lishidan belgi berayotgan bo'ladi. Xo'p, chaqaloq ko'rsa ziyon deb eshitganman debdilar Odina. Qarang, chaqaloq ko'rsa ziyonmas. Endi agar siz ziyon deb eshitsangiz, siz endi shu bilan umringiz oxirigacha chaqaloq ko'rsangiz, faqat sizga ziyonga belgi berib keladi. Agar, uстановkangizni o'zgartirishni xohlamasangiz, ha, shundoq qabul qilsangiz bo'ladi. Umringiz oxirigacha agar siz tushingizda chaqaloq ko'rsa, ziyon bo'lib keladi. Masalan, mani ustanovkamdan aytadigan bo'lsam, manda ustanovkada faqat chaqaloq, yalang'och holatda bo'lsagina bundan, xavfsirash kerakligini bildiradi. Kiyimchalari bor bo'lsa, bag'ringizga bosib o'tirgan bo'lsangiz yoki ko'rsangiz kiyimchalar bilan qayerdadir yotganini, unda hech qanaqa ziyon joyi yo'q. Yoqimli hissiyot baxsh etsa, demak sizga yoqimli nimadir, sodir bo'ladi hayotingizda yoki farzandli bo'lasiz yoki deylik farzand o'zi
nima bilan, assotsiatsiya qiladi? Ya'ni farzand nimani timsoli, misol uchun. O'shan bilan, aaa, ta'birini bilib olsangiz bo'ladi. Qanaqa holatda. Endi holati, atrofdagi odamlar hammasiyam bog'liq. Xo'p, keyin aytibdilar tushda bir narsa bosib qoladi, qimirlay olmayman deb yozibdilar. Bu buni javobini aytsam yo'qmi? Chunki e'tiqodimizga bog'liq-da baribir. Bu bosinqirash degan narsalar bor-ku, bosib qolish. E'tiqodga dinga tegadigan joyi bor-da, uni gapirsam hozir kimdir qabul qilolmasligi mumkin, noto'g'ri tushunishi mumkin. Просто mani o'zim shu narsadan o'tganman-da. Ha, 20 23 yoshimgacha desam adashmayman. Juda uzoq vaqt. Tasavvur qiling 23 yil. Ho'p, man 3 yoshdan esim taniganman desam agar, 20 yil deylik. 20 yil shu narsa bilan qiynalganman man. O'sha qora narsa bosib qolish bilanda. O'zgartirishimga bitta ustanovkamni o'zgartirishim o'zi yetarli bo'lgan va shu narsadan chiqib ketganman. Ya'ni umuman hech narsa bosmaydi. Hech qanaqa qora odam ham hech narsa bosmaydi. Lekin vaholanki 20 yil o'sha narsadan aziyat chekib, o'sha narsadan qiynalganman va bu man bunga yechim ochiq aytolmayman efirda, lekin din bilan bog'liq. O'sha qaysi dinda bo'lsangiz, islom dinimi farqi yo'q. Din bilan bog'liq narsa bu. Qolganiga javobini o'zingiz qidirasiz. Chiqib ketsa bo'ladi. Masalan, man shu narsadan, chiqib ketdim. Ungacha juda qattiq qiynalganman. Umuman kechasi umuman uxlashga qo'rqardim. Yonimda обязательно odam o'tirardi uxlayotganimda. Juda qiyinchiliklardan o'tganman. Buni yechish uchun. Xullas shunaqa joylar bor. Uni, ochiq gapirib bo'lmaydi. Xo'p, keyin yana tushingizda, a, e'tibor bersangiz, uxlab yotganingizda, tap etib biron joydan tushib ketasiz. Uchib tushasiz yoki qo'rqib ketib, bittada резкий uyg'onib ketasiz. Tushingizda yoki balandlikdan yiqilib tushasiz yoki tushingizda kravatingizdan yiqilib ketgan bo'lasizda, ko'zingizni ochsangiz joyingizda yotibsiz, lekin tushingizda vaholanki kravatdan tap etib tushib ketgan bo'lasiz. Mana shunaqa, holatdayam, deylik bunaqa tushlar nimaga shunaqa bo'ladi? Bizni tanamiz judayam qattiq bo'shashib ketib, ruh tanadan chiqib ketayotgan bo'lsa, ya'ni o'lim holati, tana o'lib qolayotgan bo'lsa, a, shunda tanani, ongimiz, ya'ni miyamiz, aqlimiz, tana tirikmi yo'qmi tekshirib ko'rish uchun yoki uyg'otish uchun, o'ziga keltirib olish uchun, shu narsani, bizga, deylik, signal qilib yuboradi ongimiz. Ya'ni tushimizda tap etib uchib tushsak, biron joydan tushib ketsak sakrab, demak, shunchalik qattiq bo'shashib, uxlaganmiz va o'sha ruhimiz chiqib ketayotgan bo'lgan yoki o'sha aqlimiz, tirikmizmi yo'qmi, tanamiz tirikmi yo'qmi, shuni tekshirib ko'rish uchun tekshirib ko'rgan bo'ladi. Shuning uchun buni hech yomon joyi yo'q. Tap etib yiqilib tushdim, yoki balandlikdan yiqilib tushdim, uchib tushdim, qo'rqib uyg'onib ketdim degan narsani hech buni yomon tomoni yo'q. Bu shunchaki tekshirish. Unga unaqa katta, e'tibor qaratishingiz shart emas. Demak, ha, to'g'ri, mana Ruslan yozibdilar. Ko'proq yuragida muammosi borlarda bo'ladi debdilar-da. Buyam, ya'ni biz faqat ruhiyati bilan bog'liq demaymiz. Tana bilan bog'liq proseslar ham bor. Tanani ham hisobga olish kerak. Agar yuragingiz bilan muammoyingiz bor bo'lsa,
Demak, bu narsayam shunga ta'sir qiladi. Ya'ni shifokorga ham ko'rinish kerak. Faqat, psixolog bilan ishlash, faqat ruhiyat bilan ishlash emas, tanangizga ham e'tiborli bo'ling. Kerakli paytda doktorga ham boring. Yuragingizni ham tekshirtiring, tana a'zolaringizni tekshirtiring, joyidami, hammasi yaxshi ishlayaptimi? Shunaqa joy bor-da. Sog'ligingiz bilan bog'liq joyi ham bo'lishi mumkin. Sog'ligingiz hammasi joyida bo'lsa, yuragingiz hammasi joyida bo'lsa, demak, boyagi aytgan variantim. Xo'p, bo'ldi. Endi boshqa mavzuga o'tamiz.